Ijtimoiy tarmoqlarda 2 nafar haydovchi va ularning yo'lovchilari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 21-dekabr kuni taxminan soat 23:30 larda Chilonzor tumani Khay ko'chasida ikkita Cobalt rusumli avtomashina haydovchilari o'rtasida yo'l talashish holati sodir bo'lgan. Xususan 2002-yilda tug'ilgan shaxs hamda 2000-yilda tug'ilgan fuqaro o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Ular yo'lning qatnov qismida o'zaro janjallashib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan jamoat tartibini buzgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olib, tibbiyot muassasasiga murojaat qilgan fuqarolar aniqlanmagan. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi mayda bezorilik bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgani ma'lum qilindi. Eng so'nggi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun Vaqtuzga obuna bo'ling.